Va biz hozir 7-10 yoshga qaytamiz. 7-10 yoshda yo'q tushunchasini hosil qilingan bolada mas'uliyat tushunchasini hosil qilishni boshlaymiz. 7-10 yashar bolani albatta uyda vazifasi bo'lishi kerak. Kichkina. Uni qilmasa hech kim ijtimoiy bo'lib qolmaydigan. Lekin aynan uni vazifasi. Qanaqa vazifaligini bolani jismonan rivojlanganligiga va uyingizni nima vazifalar borligiga o'zingiz ixtiyoringiz bilan beradigan vazifangiz bo'ladi. Albatta bu xavfli masala bilan bog'liq vazifa bo'lmaydi. Masalan, hovlini chopish va hokazo bo'lmaydi. Lekin o'zini xonasini, agar alohida xonasi bo'lsa, toza tutish, o'zini kalavatini har kuni ertalab tuzatish, o'zini kirini yuvilish kerak bo'lsa turib sizga bitta idishga solib tartibli ravishda olib kelib berish bolani vazifalari shundan iborat bo'lishi. Bolada 7 yashar bolada vazifa bo'lishi shart edi. Mas'uliyatni o'sha vaqtdan singdirishni boshlaysiz. 6 yoshda boshlashingiz mumkin, lekin 7 yashar bolada, maktabga chiqadigan bolada vazifa bo'lishi kerak. Sizning vazifangiz shu vazifani berish va uni nazorat qilib olish. Qilmasa albatta uni baqirib urishib emas, qaytarib, eslatib va qolganlar ham o'zini vazifasi borligini va bajarayotganligini tushuntirib undashingiz kerak bo'ladi. 7 yoshda bola o'ziga ishonch hosil qilishini yo'qotib qo'ymasligi kerak. Ya'ni bola o'ziga ishonishi kerak. Maktabga beradigan yoshingiz. Begona muhitga bolani olib chiqib berasiz. Maktabga chiqish bolalikdan odamlar bilan muloqot kamroq qilgan, bog'chaga bormagan bola uchun juda katta stress. Agar farzandingizni bog'chaga bermasdan uyda tarbiyalagan bo'lsangiz, demak maktabdan oldin siz uni tayyorlashingiz kerak maktabga olib chiqishga. O'sha stress bolaga stress bo'lmasligi uchun. Agar bolangiz 4 yoshdan bog'chaga chiqqan bo'lsa, bog'chaga eng yaxshi chiqadigan vaqt 3 yosh emas. 4 yosh. 4 yoshdan bolangiz bog'chaga chiqib turib 2 yil, 3 yil bog'chada bo'lgan bo'lsa, unda maktabga ham osonroq o'tadi. Agar o'sha bog'cha borgan o'rtoqlar bilan birga o'tsa, nur ustiga aloq. 7-10 yoshda, 7-10 yoshda bolani mustaqil o'qishga undashingiz kerak. Ya'ni mustaqil o'qishga undash uchun siz o'qish muhiti yaratasiz. O'qish muhiti degani bolani dars qiladigan, kitob o'qiyotgan o'zini burchagi bo'lishi kerak. Uy katta, kichkina uni farqi yo'q. O'zini mustaqil ishlaydigan burchagi bo'lishi kerak. O'zini kitoblari turadigan joyi va o'sha yerdan kitoblarni doim topa oladigan joyi bo'lishi kerak. Bola o'sha yerga bilish kerak, o'sha yerga borib kitob ochdimi, demak siz unga tegmaysiz, u dars qilayotgan vaqtda va bu sizning vazifangiz. Bolani kitob o'qishga o'rgatdingizmi 4-6 yoshda? Bola o'zini xohishi bilan kitob o'qiyaptimi? O'sha kitob o'qiyotgan vaqtida, kitob o'qiyotgan vaqtida nimanidir eslab qolib turib, baqirib turib, borantga menga tapchikam olib kelib ber. Bor yurib. Nimaga? Konsentratsiyasi buzildimi bola? U shu narsaga nisbatan ijobiy munosabati pasayib boshlaydi. Bunaqa narsa 10 marta, 20 marta bo'lsa, qo'yma qilaman hozir kitob olib o'qigan bo'lsa, ota-onam menga bir ish buyuradi, antiga yugurtiradi, men qila olmayman degan fikr hosil bo'ladi. Va 7-10 yoshda bolada o'zini bibliotekachasi bo'lishi kerak. Ya'ni kutubxonachasi bo'lishi kerak. Kutubxonacha deganda kitoblar jamlanmasi. O'zini qo'lida, o'zini dostupida, o'zini oldida xohlagan vaqtida boradigan. Va bu faqatgina ertalik bundan oldingi o'qib chiqqan ertakchalar emas, o'sha 7-10 yoshga mos bo'lgan ertaklar va bolalar hikoyalardan iborat kutubxonasi bo'lishi kerak. Bu o'zbek tilida ta'lim olmoqchi bo'lsa, o'zbek tilida bo'lishi kerak. Rus tilida bo'lsa, rus tilida bo'lishi kerak. Ingliz tilida bo'lsa, ingliz tilida bo'lishi kerak. Qiziqishlarni qo'llab-quvvatlash ularning xilma-xilligi. 7-10 yosh vaqtida bolani siz kuzatib borgan bo'lasiz. Bola 6-7 yoshga to'lgan, siz taxminan bilasiz. Bolangiz qaysi yo'nalishda qobiliyati ko'proq bo'lishi mumkin. Shu vaqtda siz turli narsalarga uni ro'baro qilib ko'rishingiz kerak. Turli narsalar. Siz tanlagan narsalarga emas. Turli narsalarga, imkon qadar qobiliyatiga mos narsalar. Bola o'ta energichniy bo'lsa, o'ta energiyasi ko'p, g'ayrati ko'p, uyda ham ko'p harakat qiladigan, yugurib yuradigan, ko'chalarda ham bo'lsa, birinchi navbatda sport turlari. Va turlari bo'lganda ham bitta tur emas, 2-3 tasini sinab ko'rish kerak. Bo'ldi, men futbolist qilmoqchiman o'g'limni, bo'ldi, futbolga bo'ladi emas. Futbolga berib ko'ring, judoga berib ko'ring, barbaga berib ko'ring, boshqa sport turlariga berib ko'ring. Qaysi birida bolaga eng ko'p
o'ziga qoniqish bola his qilsa, o'sha sport turini qo'llab-quvvatlaganingiz ma'qulroq. Xuddi shunday qilib ijodiy va fan to'garaklar. Bu turli narsalarga bola ro'baro qiladigan vaqt. Chunki bu vaqtda bolani aqli shakllangan, miyasi shakllangan, ayrim yo'nalishlarda qobiliyatlari yuzaga chiqayotgan bo'ladi. O'sha ko'rinayotgan. O'sha ko'rinayotgan vaqtida unga mos narsalar topilsa, bir nechta o'sha narsalar bilan butun umr keyin qiziqib ketishi mumkin. Bola mustaqilligi. Rejalashtirishni o'rgatish, yoshiga mos doimiy vazifalar, buni gaplashdik. Bolada vazifa bo'lish kerak, bolada reja bo'lish kerak. Rejasiz yotish, rejasiz turish, rejasiz ovqatlanish bolani kelgusi hayotidagi disiplinasini buzib qo'yadi. Ya'ni bir vaqt sizni o'zingizniki rejasiz bo'lsa ham, bolanikini rejali qilishga harakat qilishingiz kerak. Nimalar xalaqit beradi? Gadjetlar bu yerda ham bor, uni yozib o'tirmadik chunki undan oldin gaplashdik. Bizadigan e'tibor konsentratsiyasini pasaytiradigan bitta narsani bilib qo'yaylik. Instagramda, Facebookda, YouTube'da, Reels'da, internetda, kompyuter o'yinida o'tirgan bolada ingliz tilida attention span degan narsa bor. Bu e'tiborni jamlash vaqti. Ya'ni qancha vaqtga bola e'tibor jamlay oladi? Qancha vaqtga bola e'tibor jamlay oladi? Qiyinroq va murakkabroq vazifa bilan shug'ullanish uchun. Matematika bilan, ingliz tili bilan, fanlar bilan. Bugungi kunda doimiy ravishda o'tiradigan bolalarning e'tibor jamlash vaqti 5 daqiqaga tushib qoldi. Bu degani bolangiz darsga kelib ham, fan darsiga kelib ham, maktabga kelib ham, darsda 45 minut o'tirgani bilan u birinchi 5 minut eshitadi, keyin nimagadir chalg'ish kerak. Keyin qaysidir moment yana yoqilib qoladi, yana bir 5 minut eshitadi, keyin nimagadir chalg'ish kerak. Bu 45 minutdan olsa 10 minutdan 15 minutdan oladi. Yoki o'qituvchi har safar 5 minut 10 minut o'qitgandan keyin bolalarning bitta e'tiborini yana bitta nima deydi uni bir siltalab olish kerak edi, yana darsga qaytarib, bizning hozirgi o'qituvchilarning eng katta qiynaladigan narsasi bolalarning e'tiborini jamlash bilan qiynalamiz. E'tiborini jamlash bilan qiynalamiz. Endi oddiy misol, agarda allomalarga qaraydigan bo'lsak, bizning ajdodlarga, allomalarga, Imom Buxoriyga, Imom Termiziyga qaraydigan bo'lsak, bular 10-11 yoshda Qur'onni yodlab bo'lgan, arab tilini mukammal o'rganib bo'lgan, bir nechta aytaylik yo'nalishlarda ya'ni kitoblarni o'qib bo'lgan, qanaqadir fanlarni o'zlashtirib bo'lgan, qanaqadir bo'lgan deb aytamiz-da. Bularning e'tibor jamlash qobiliyati va xotirasi juda kuchli bo'lgan. Bularning e'tibori bilan xotirasini buzadigan narsalar bo'lmagan. O'sha tufayli bular bor narsani shundoq shimib ola olgan. Biza bolalarning e'tiborini hozirgi kunda eng ko'p pasaytiradigan narsa bu aynan gadjet. Hatto televizor kino emas. Aynan qisqa 90 sekundlik, 20 sekundlik, 5 sekundlik videochalar aynan kompyuter o'yinlari. Nimaga? Har bitta video bularga dopamin beradi. Dopamin gormoniyasi har 3 sekundda, 10 sekundda, 20 sekundda miyasiga maza qilib olishni o'rganib oladi. Bu xuddi narkotikdek o'tirib qoladi. Keyin buni qo'yib turib, ingliz tili kitobini ochgandan keyin ingliz tili kitobiga dopamin bermaydi. 3 minutdan keyin bola o'zi talab qiladi miyasi. Menga dopamin ber deydi. Men ozgina qani maza qilsa bo'ladi-ku, maqlamiz o'qib deydi-da. O'shandan keyin bolaning e'tibori butunlay buzilib ketadi. O'shanga uni qayta bo'lib yozib o'tirmani, xuddi shu narsa. Ortiqcha yuklama. Bitta qiziq narsa bor. Bolani ortiqcha yuklama deganda bitta narsani tushunishimiz kerak. Har xil bolani aytaylik yuklamasi bir xil bo'lmaydi. Qaysidir bola kuniga 8 soat darsda o'qishi mumkin. Qaysidir bola kuniga 3 soat, 4 soat. Yuklamaning miqdorini ko'tarishi mumkin bor. Lekin unga ko'nikish kerak. Va yuklamaga ko'nikkuncha, agar shu yuklamaga ko'nikishi shart bo'lsa bola, yuklamaga ko'nikkuncha unga podдержка qilish kerak. Lekin ko'pincha 7-10 yoshda yuklamani miqdori kuniga 4-5 soatdan ortiq emas darsda. Soat deganda biz 45 minutlik darsni nazarda tutamiz. Ortiq emas. O'shaning uchun maktablarda, o'zi davlat maktablarida ham shunaqa 4-5 ta darsdan ortiq bermaydi. Xususiy maktablarda ham 4 ta 5 ta darsdan tashqari qolgan darslarni o'yin shaklida o'tkazadi. Bolalar xuddi bir zerikib qolmasin, ortiqcha bo'lib qolmasin deb.
tartibsiz jadval. Haligi gapga yana qaytamiz. Tartibsiz jadval bola 16 yoshgacha chiqib kelaveradi. Tartibsiz jadval bolani diqqatini ham so'ytiradi, mas'uliyatini ham o'ldiradi, keyinchalik disiplinasini umuman yo'qqa chiqarib yuboradi. Va yana bitta muhim narsa, 7-10 yoshda bola boshqalar bilan o'zini solishtira boshlaydi, chunki bu dunyoga chiqdi, maktabga chiqdi. Yaxshiroq o'qiydigan bolalar bor, yomonroq o'qiydigan bolalar bor. Bo'y balandroq bolalar bor, bo'y pastroq bolalar bor. To'laroq bolalar bor, ozg'inroq bolalar bor. Bola o'shalarning ichida o'zini o'rnini topishga harakat qiladi. Shu vaqtda, shu yoshda bolani boshqa bolalar bilan solishtirmaslik mumkin. Ana o'rtog'ingni qara, rosa aqlli ekan, sen nima bunaqa emassan. Mana bu o'rtog'ingni qara, rosa chiroyli ekan, sen ham o'zingni yuz ko'zingga qarab, buni nima qilib yur. Mana bu o'rtog'ingni mana bunaqa ekan. Bolani taqqoslab bo'lmaydi hech kim. Sen yaxshisan, qo'lingdan keladi, birga qilamiz. O'qishda qiyinchilik bo'lsa yordam beraman. Doimiy qo'llab-quvvatlash talab qiladi. Bu hozir kichkina bolaga jamiyatda o'rnini topayotgan davr. U vaqtda har qanday tanqid bolaga bosim bo'ladi. Bolani presslaydi. O'sha ingliz tili, rus tili, arab tilini o'rgatadigan YouTube'dan kanallar bor-ku, qaysi birini tavsiya qilasiz? Eng yaxshi o'rgatilgan, ishonchli Naqala hozir shunaqa ko'pki, uni bittasini tavsiya qilish qiyin. Endi o'zbek tilidan o'rganishmi, rus tilidan o'rganishmi, ingliz tilidan o'rganishmi, har xili bor. Masalan, ingliz tilini o'zbek tilida o'rgatadigan juda resurs kam. Ibrat farzandlari bor. Keyin Khan Academy-miz bor. Men biladiganlarimda. Bu bor yo'g'i bitta ikkita-da. O'zbek tili orqali o'rganaman desa, rus tili orqali o'rganaman desa, bir 10-15 ta 20 ta resurs topsa bo'ladi. Ingliz tili orqali o'rganaman desa, unda minglab o'sha Duolingo'dan tortib, hozir eng qiziq narsa chiqqan. Qiziq degani juda menga rosa yoqdi o'rgatish nuqtai nazaridan. Kattaroq o'sha yoshdagi bolalarga, o'sha bemalol gadjetdan foydalanish, boshqa imkoniyati bor bolalarga, 18 yosh, 17 yosh, 16 yoshda hozir sun'iy intellekt yordamidagi sun'iy intellekt boshqaradigan o'qituvchilar chiqdi. AI teacherlar chiqdi. Dasturlari bor, to'g'ri, ular ozgina platniy. Lekin oyiga Internationalsga o'xshab 1 million pul to'laysiz. To'lasangiz $10 to'laysiz, oyiga $12 to'laysiz. Lekin AI teacher bilan bemalol bevosita masalan shug'ullanish mumkin. Ularni qanday topadi? U internetda programma. Internet agar bolangizga, masalan, bolangiz hali yoshroq bo'ladigan bo'lsa, nazoratingiz ostida qilasiz. Sizga o'xshab. Yarim soat, 1 soat agar bolangiz 16 dan oshgan bo'lsa, o'sha qadriyat shakllantirgan bo'lsangiz berasiz gadjet. Qadriyat shakllantirmasdan 10 yosh, 12 yoshda berib qo'ymaydi bolangiz. 10 yosh, 12 yoshga undan foydalanib o'rganishga ham hojat yo'q. O'shaning uchun agar yosh kattaroq bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'sha AI teacher assistantlar bor. Men 3-4 ta programmani ochib o'zim foydalanib ko'rdim. Qanchalik samarali ekan. Zo'r narsalar ekan, turli temalar xuddi haqiqiy o'qituvchiga o'xshab turib, yuzi turadi, siz bilan bemalol gaplashadi, zaпрос berasiz, javob beradi, xato qilsangiz to'g'rilaydi. Grammatikada qanaqadir problema joyini gapirganingizni sezsa, men bu qoidani noto'g'ri ishlatyapman deb sizga tushuntirib beradi. Men ikkitasidan foydalanib ko'rdim. Bittasi Lingua edi. Men telefonim kimda? Bo'shmoqchi. Men ko'rganlarimni aytaman, o'zim ustavka qilib foydalanib ko'rganimni aytaman. Bu ham menga bir o'zimga qiziq bo'lgani uchun qanchalik bu effekt berishi mumkin deb. Fluently degandan foydalanib ko'raman. Fluently. Yana TalkPal degani bor. TalkPal. Learn AI degani bor ekan. Learn AI. Menga shu birinchidan uchun ko'radi. Ortiq o'tilmaydi. Oyiga $12, $15 mana shunaqa atrofida, lekin AI assistent
eng zo'r narsasi talaffuzi zo'r to'g'ri. Ya'ni xohlasangiz ingliz talaffuziga qo'yib qo'yasiz, xohlasangiz amerikalik talaffuziga qo'yib qo'yasiz. Xohlaganchalik gaplashasiz, u bilan o'tirib. Speakingni shunaqa zo'r qilib beradi sizga. Qolgan funksiyalari ham bor. Grammatikaga o'rgatish, grammatikani to'g'rilab berish, talaffuzni to'g'rilash, so'z boyligini oshirib berish. Juda yaxshi dastur, lekin tilni yaxshi o'rgangan, ya'ni ona til bazasini o'rgangan bo'lgan, mustaqil o'rgana oladigan, shu 16, 17, 18 yoshlarda bo'lgan u yog'iga yaxshi emas. ChatGPT'ni pulli versiyasida ham qilsa bo'ladi. Shunaqa bo'lsa kerak. Endi kun sayin bu yog'iga AI ko'payib ketadi. Men o'ylayman, bir 10 yildan keyin ayrim fanlarni ham maktablarda AI assistentlar o'tsa kerak. Menimcha ayrim fanlar, tarix, geografiyadan AI assistentlar o'tsa kerak. Uni yaxshi tomoni har bittani qo'lida bo'lmaydi, u chistani elektron doskada turadi. Bolalar bilan chista o'sha programma kontakt qiladi. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak, yuqori sinfda shunga o'ta boshlasa kerak. Hozirgi yozganlaringiz anaqa, etap o'rgatadi. Siz bergan savolingizga javob beradi. Yo'q, u siz kirasiz, profilingizni registratsiya qilasiz. Boshida siz bilan gaplashadi, qanaqadir savollarga javob beradi. Qaysingidir to'liq bir 3-4 minutlik savol-javob qiladi siz bilan oldin. O'shandan keyin chiqib turib taxminan o'rningizni belgilaydi, keyin siz bilan individual ishlaydi. To есть siz foydalanishingiz uchun bunday. Boshida skachat qilib, birinchi marta registratsiya qilib, imtihonasidan o'tib olishingiz tekin. Keyin funksiyasidan foydalanaman siz pul to'laysiz. To есть siz uchilovidan ham skachat qilib foydalanib ko'rishingiz mumkin. Qaysinisidir yoqsa, keyin unga podpiska qilib, o'sha $15 to'lab, to'liq funksiyalardan foydalana boshlashingiz mumkin. Oxirgi. Telefon borasida. Telefon xudoga shukr. TikTok'da zabt etishgan. Shuning telefon sifatida bemalol. Meni ham bolalarim 12-13 yoshidan knopkali telefon bo'lgan. SMS telefon bo'ldi. Lekin internet emas, gadjetlarda Instagram